Haj va umra safariga borayotgan barcha musulmon fuqarolar diqqat qiling, hozirgina shoshilinch xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Saudiya Arabistoni Haj va umra vazirligi yangi ko'p martalik umra vizasini yo'lga qo'ydi. Viza berilgan kundan boshlab 365 kun davomida amal qiladi. Ziyoratchilar bu viza bilan qirollikka bir necha bor kirishi mumkin. Mamlakatda qolishi muddati ko'pi bilan 90 kunni tashkil etadi. Bu qadam Saudi Vision 2030 dasturi maqsadlariga mos keladi. Tashabbus ziyoratchilarning tashrifini osonlashtirish, xizmat ko'rsatish, samaradorligini oshirish va sayohat taassurotlarini yaxshilashga qaratilgan. Viza bo'yicha muhim qoidalar va talablar har bir tashrif uchun Nusuk platformasidagi tasdiqlangan provayderdan xizmatlar paketini sotib olish shart. Paket muddati vizada qolgan kunlar sonidan oshmasligi kerak. Mamlakatga kirish uchun kelishdan oldin Nusuk ilovasi orqali umra ruxsatnomasini olish talab etiladi. Video ziyoratchi mamlakatdan chiqib ketgach vaqtincha o'chiriladi. Keyingi tashrif uchun barcha belgilangan qoidalar bajarilgach, u qayta faollashtiriladi. Viza haj mavsumida ishlamaydi va faollashtirilmaydi. Vazirlikning ta'kidlashicha, yangi viza tashriflarini rejalashtirishda qulaylik yaratadi. Shuningdek, u ziyoratchining butun safari davomida raqamli va amaliy xizmatlar integratsiyasini yaxshilashga xizmat qiladi. 2025-yilda Saudiyada barcha turdagi viza egalariga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berilgani haqida xabar berilgandi deyilgan xabarda.